Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Spanli bo'ladigan divanimizni bitta divan 4 ta ishni bajaradi deb sizlarga mana aytib o'tamiz. Shu narsani mana amalda ochiq spanli holatda, o'tiradigan divan holatda, yarim spanli holatda, stol qo'yib foydalanadigan holatlarni sizga video obzorini ko'rsatib beraman. Mana birinchisi o'tiradigan holati, bunisi yarim spanli holati, ikkinchisi bu. Xo'p, mana uchinchisi spanli holati. 1.60 ga 2 metr, 2 kishi bemalol yotaveradi. Nimaga desanglar, 80 o'z yakka spanligimiz ham 80 bo'ladi. Endi uzunasiga 2 metr bo'ladi. Xo'p, bu uchinchi funksiyasi bo'lsa, mana to'rtinchisi mana. Jurnalni stolga qo'yib o'tirib foydalansa bo'laveradi. Stolni olib tashlab turib, sidinani ham ichkariga kirgizib yuborsanglar, o'tiradigan holatga yarim spanliga, duq spanliga aylanaveradi. Mana shu holatida. Sondoqlari bor. Divanning yarmi sondiq. Kimga shunaqa mebellardan kerak bo'lsa, Ziyo mebeldan ko'rib telefon qilinglar. Xudo xolasa sizlarga arzon qilib, chiroyli jo'natib beramiz.